Insoniyat ming yillar davomida bitta savolga javob izlab keladi. Organizmni kompleks himoya qila oladigan, barcha tizimlarga birdek ijobiy ta'sir ko'rsatadigan yagona universal shifo bormi? Qadimgi Misr tabiblari bu savolga javob topishgan edi. Ular bu mo'jizaviy ne'matni shu qadar qadrlashganki, uni maqbaralargacha o'zlari bilan olib kirishgan. Buyuk bobomiz Ibn Sino o'zining tib qonunlari asarida uni tananing yo'qotilgan quvvatini tiklovchi eng kuchli vosita deb atagan. Bugungi kunda butun jahon tibbiyoti va farmakologiyasi qadimgi tabiblar izidan borib, bu kichik qora urug'larni mikroskop ostida qaytadan kashf qilmoqda. Gap xalqaro ilmiy doiralarda Nigella sativa, bizning tilimizda esa qora sedana deb ataluvchi tabiat mo'jizasi haqida bormoqda. Nega AQSh va Yevropaning yetakchi institutlari qora sedanani o'rganish uchun millionlab dollar sarflamoqda? Nega uning aynan Efiopiya navi jahon tibbiyotida oltin standart hisoblanadi? Bugun biz xalq afsonalarini emas, balki qora sedananing haqiqiy kuchini isbotlovchi xalqaro ilmiy faktlar va rasmiy tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz va videoning oxirida bu shifoni 2 barobarga oshiruvchi 1000 yillik sirlardan birini ochamiz. Tarixiy va ilmiy faktlarga o'tishdan avval bu ne'matning bizning e'tiqodimizdagi o'rniga alohida to'xtalishimiz shart. Islom olamida qora sedana shunchaki foydali o'simlik emas, balki ilohiy mo'jiza sifatida qadrlanadi. Imom Buxoriy va Imom Muslimdan rivoyat qilingan sahih hadisda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar: qora sedanani lozim tutinglar, chunki unda o'limdan boshqa barcha dardga shifo bor. Asrlar davomida mo'min musulmonlar bu hadisga so'zsiz ishonib, sedanadan shifo izlab kelishdi. Ammo 20-asr oxiri va 21-asr boshlariga kelib, biokimyodagi mislsiz yutuqlar bu muqaddas so'zlarning ortida naqadar ulkan ilmiy haqiqat yashirilganligini butun dunyoga isbotlab berdi. Keling, qat'iy ilm-fan tilida gaplashamiz. AQSh Milliy biotexnologiya axborot markazi arxivlarida qora sedana bo'yicha 2000 dan ortiq yirik klinik tadqiqotlar e'lon qilingan. Olimlar sedananing kimyoviy tarkibini o'rganib, unda 250 dan ortiq faol moddalar va 65% gacha tanamiz uchun o'ta zarur bo'lgan omega yog' kislotalari borligini aniqlashdi. Lekin qora sedanani tom ma'noda shifo qiroliga aylantirgan mutlaqo noyob bir modda bor. Uning nomi timoqinon. Timoqinon bu tabiatda juda kam uchraydigan nihoyatda kuchli yallig'lanishga qarshi va antioksidant vositadir. Oddiy qilib tushuntirganda, tanamizda kasallik hujayralarimiz erkin radikallar hujumiga uchragandan boshlanadi. Timoqinon organizmga kirishi bilanoq xuddi aqlli qalqon kabi bu hujumni to'xtatadi. U saraton hujayralarining o'sishini bloklashga, jigar hujayralarini himoya qilishga va organizmdagi har qanday yashirin yallig'lanishni hujayra darajasida so'ndirishga qodirligi isbotlandi. Bozorga kirsangiz, o'nlab xil qora sedanani ko'rasiz. Hindiston, Suriya, Pokiston. Xo'sh, nega butun dunyo mutaxassislari aynan Efiopiya sedanasini eng yuqori o'ringa qo'yadi? Buning siri geografiya va tabiat qonuniyatlaridandir. Efiopiya sedanasi dengiz sathidan juda baland, vulqonlik qoldiqlarga boy tuproqlarda hamda o'ta issiq iqlimda o'sadi. Bunday ekstremal sharoitdan omon qolish uchun o'simlik o'z tarkibida maksimal miqdorda himoya moddalarini, o'sha biz aytgan timoqinonni sintez qiladi. Klinik va laboratoriya tahlillari shuni tasdiqlaydiki, haqiqiy Efiopiya qora sedanasi tarkibida foydali faol moddalar boshqa navlarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Uning donalari o'ta qora va juda o'tkir efir moylariga ega bo'lishi bu uning biokimyoviy jihatdan eng boy nav ekanligini tasdiqlovchi belgisidir. Xo'sh, xalqaro tadqiqotlar qora sedana qanday kasalliklarda yordam berishini tasdiqladi. Birinchisi, immunitetni modulyatsiya qilish. Qora sedana immunitet tizimining yuragi bo'lgan timus bezini rag'batlantiradi. U immunitetni shunchaki ko'tarmaydi, uni aqlli boshqaradi. Ikkinchisi, qon va asab tizimi. Qondagi qizil qon tanachalari miqdorini oshiradi, asab tizimini tinchlantirib, migren va uyqusizlikni yengillashtiradi. Uchinchisi, nafas yo'llari va astma. U kuchli antispazmotik ta'sirga ega. Astma, surunkali bronxit va qattiq yo'talda balg'amni ko'chirib, o'pkani oson tozalaydi. To'rtinchisi, antibakterial va tozalovchi. Teri kasalliklari, akne, dermatitni ichkaridan davolashda samarali. Peshob haydovchi xususiyati tufayli organizmdan toksinlarni tezda chiqarib tashlaydi.
Qora sedananing sirlari shu bilan tugamaydi. Qadimgi musulmon shifokorlari dori ta'sirini o'nlab barobar oshirish usulini ham bilishgan. Buning uchun qora sedanani inson DNKsiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi, tarkibida 28 xil kimyoviy va 30 ta mikroelement saqlovchi afsonaviy arab tog' mumiyosi bilan birlashtirish kerak bo'lgan. Zamonaviy bozorda sedanani yog' shaklida yoki shunchaki chaynab yeyish taklif etilsa-da, Sunnah Products kompaniyasi mutlaqo boshqacha yondashuvni taqdim etadi. Biz qadimgi Sharqning eng kuchli ikki dorivori, 100% tabiiy maydalangan Efiopiya qora sedanasi urug'lari hamda eng oliy nav'iy tog' mumiyosini bitta halol qobiq o'simlik kapsulasida birlashtirdik. Bitta kapsulada sedana immunitetni qayta ishga tushiradi. Mumiyo esa hujayra darajasida regeneratsiyani ta'minlaydi. Ular birgalikda o'ziga xos kimyoviy sinergiyani hosil qiladi. Urug'larning maydalangan va sellyuza kapsulaga joylangan holatda esa ularni to'g'ridan-to'g'ri ichaklarda so'rilishini va oshqozonga og'ir botmasligini kafolatlaydi. Har qanday kuchli dorivor vositaning o'z tartib-qoidalari bor. Kimlarga mumkin emas. Efiopiya sedanasi va mumiyo kuchli immunostimulyator bo'lgani uchun homilador va emizikli ayollarga, sun'iy a'zo, masalan, buyrak ko'chirib o'tkazilgan bemorlarga qat'iyan man etiladi. Og'ir saraton yoki qon ivishi past bo'lganlar faqat shifokor nazoratida ichishlari kerak. Qanday qabul qilinadi? Kapsulalarni ovqatdan 30-40 daqiqa oldin ichish tavsiya etiladi va bizdagi maxsus shifokor maslahati kapsulalarni shunchaki suv bilan emas, balki 1 stakan asalli iliq suv bilan ichsangiz, ularning qonga so'rilishi va dori ta'siri tezlashadi. Profilaktika uchun kuniga 3 mahal 1 donadan, faol davolanish uchun esa 2 donadan qabul qilinadi. 1000 yillik tarixiy faktlar va zamonaviy fan isbotlagan kuch endi aynan bizning Efiopiya qora sedanasi va mumiyo kombinatsiyasidagi maxsus kapsulalarimizda o'z aksini topdi. Kimyoviy dorilardan voz kechib, tabiatning mukammal formulasiga qayting. Sunnah Products kompaniyasining qora sedana kapsulalariga buyurtma berish, shuningdek mutaxassislardan bepul maslahat olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Kanalimizdagi ilmiy tahlillar sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosing va uni do'stlaringizga ulashing. Salomat bo'ling.